xiyonat o'zi birdaniga bo'ladigan narsa emas-ku. Ko'chada ketayotib ras xiyonat qilib qo'ymaydi-ku odam, to'g'rimi? Bu uzoq jarayon. Ya'ni oldin hazil mutoyiba bo'ladi, tanishuv bo'ladi, to'g'rimi? Gaplashish bo'ladi, suhbatlar bo'ladi, yaqinlashish bo'ladi, to'g'rimi? Bu jarayonlar baribir o'sha umr yo'ldoshini xarakterida aks etadi-ku. To'g'rimi? Qayergadir borib keladi, ovqatlanadi, qayerlargadir yo'qolib qolishiga, soatlab qayerlargadir ketishiga bee'tibor bo'lgan kim? Umi yoki bumi? Tushunyapsiz-a? Bee'tiborlik, bemehrlik, loqaydlik, mas'uliyatsizlik oqibatida erkak xiyonatga uchraydi. Masalan, agar siz ayolingiz qayerdaligini bilmasangiz, ertalab ketib ishga kechqurun kelasiz. Kuni bilan nima qilyapti, qayerga boryapti, bu nazorat emas, bu mas'uliyat. Erkakni mas'uliyati, ayol uchun mas'uliyat. Masalan, boshliq xodimlarini nima qilayotganini, qayerdaligini nazorat qiladi-ku, ya'ni bu kontrol qilib hukm o'tkazish emas. Bu mas'uliyat, bu g'amxo'rlik. Agar shu narsani erkak tashlab qo'ysa, ayolni xohlaganiga tashlab qo'ysa, ishdan kelsa-da kompyuter o'ynab uxlasa, umuman ayoli bilan ishi bo'lmasa, kim sharoit yaratib beryapti?